Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon apandi, Bosh ministri Salih Xudoyer apandi 7 dekabr kuni tushdan burun Sharq Turkiston davosiga mas'ul ingliz advokat Rodney Dekson apandi bilan birlikda Angliya parlamentining barliq partiyalardan tashkil topgan Uyg'ur parlament gruppasining birlashma raisi Alister Karmatjil, parlament a'zosi Orkini va Shetland bilan ko'rishib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishining zarurligi haqida muzokiralashdi. Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun g'oyat zo'r mablag' sarf qilgan. Amerika Kengash palata a'zolari TikTokni hukumat jihozidan chiqarishni talab qildi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon apandi, Bosh ministri Salih Xudoyer apandi 7 dekabr kuni tushdan burun Sharq Turkiston davosiga mas'ul ingliz advokat Rodney Dekson apandi bilan birlikda Angliya parlamentining barliq partiyalardan tashkil topgan Uyg'ur parlament gruppasining birlashma raisi Alister Karmatjil, parlament a'zosi Orkini va Shetland bilan ko'rishib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishining zarurligi haqida muzokiralashdi. Shunun bilan birlikda Angliyadagi musulmon ammo irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Sharq Turkiston xalqi uchun adolat talab qiladiganligini bildirishdi. Angliyadagi Alanton masjidining tashkillanishi orqasida 7 dekabr kuni chaqirilgan yig'inga Angliyadagi musulmon ammo va Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Sharq Turkiston davosiga mas'ul advokati Rodney Dekson apandi, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon apandi qatorliq muhim shaxslar qatnashdi. Advokat Rodney Dekson apandi Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini isbotlash uchun dalil-isbot yig'ish xizmatining jarayonini qisqacha tunishtirdi va Xitoyning Rim nizomnomasiga a'zo davlat Tojikistondagi Uyg'urlarni tutqun qilib, Xitoyga majburiy qaytirib, turma va lagerlarga qamash, inson qalbidan chiqqan vahshiyona usullar bilan qiynash, o'ltirishdek qabiy jinoyat ishlaganligi uchun Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning jinoyatini tekshirish huquqiga ega ekanligini aytib, xalqarodagi davlatlarning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning jinoyatini tekshirishga chaqiriq qilish kerakligini aytish bilan birga, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon apandiga vakolatan so'z qilib, Mustaqil Sharq Turkistonning 1884 yildan e'tiboran Xitoyning o'xshash bo'lmagan zo'ravon tajovuzchilarining ishg'oliyatiga uchrab kelganligini, hurlik irodasi tavranmas, so'lmas Sharq Turkiston xalqining ishg'oliyatga qarshi kurash qilib, 2 qatim jumhuriyat e'lon qilganligini, baxtga qarshi 1949 yili Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin yurgizib kelgan mustamlika va osmolasiya siyosatini 2014 yildan beri Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqib, milliy gullanish, birlik Xitoy siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin vahshiy irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmaguncha Sharq Turkiston xalqining hurlikka erisha olmaydiganligini, shunga xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashini talab qiladiganligini, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston davosini qo'llab, hukumatni xalqaro sudning Xitoyning jinoyatini tekshirishini talab qilishiga da'vat qilishga chaqirdiganligini aytdi. Angliyadagi musulmon ammo Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston davosini qo'llaydiganligini, Sharq Turkiston xalqining adolatga erishishini talab qiladiganligini bildirishdi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Sharq Turkiston davosiga mas'ul advokati Rodney Dekson apandi 5 dekabr kuni Rim nizomnomasiga a'zo davlatlar yig'inida Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik haqida muhim so'z qilib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning jinoyatini tekshirishga chaqiriq qildi. Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun g'oyat zo'r mablag' sarf qilgan. Yangi xabar zavodi to'rining 7 dekabr kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni pardozlash maqsadida tashviqot olib berish uchun ta'sir ko'rsatuvchilar va shirkatlarga mablag' solishi Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarshi tashviqotining farqli saviyaga ulashganligining bir isboti. Avstraliya pul muomala ko'zatishining tekshirishiga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi Xitoyning inson haqlari dafsanchiligini oshkorlashdagi dunyoviy harakatga qarshi turish uchun
$620 ming sarf qilgan. Markaziy Avstraliyaga joylashgan nashriyat Xitoyning Sinbayerlash detali Douyinning hukumatning moliya mablag'iga erishgan shirkatlarning biri ekanligini oshkorladi. Atalmış Şinjandagi yerlik hukumatning Douyindagi mashg'ulotga xaridor chaqirish uchun Xitoy Kompartiyasining bir qo'li bo'lgan birliklar bilan aloqador bir necha qurilishning a'zolari qurgan bir shirkat bilan 2021 yili 7 oyda imzolagan 306 ming yuan, ya'ni $64 ming qiymatidagi bir to'xtamnoma bor bo'lib, ular elib borgan faoliyatlarning ichida Xitoyning Atalmış Şinjan haqidagi o'zini pardozlab bergan bayonlarini kuchaytgan qisqa film va romanlar bor. Dunyoning Xitoyga qarshi tirishchanligiga qarshi turish, o'zining yaxshi obrazini tiklash uchun Xitoy 2020 yilning oxirida Şinjan yaxshi joy va boshqa shuningga o'xshash nurg'unlagan turlar uchun xaridor chaqirgan. Ular yana 3 million yuanga erishgan Şinjan Yesi Kültür Taraqqiyot shirkatining sayohat tashviqot filmi turini o'tirg'a qo'ygan. Avstraliya pul muomala obzorida aytilishicha, Parisga joylashgan tadqiqotchi, Curtin universiteti Xitoy tadqiqotining sobiq boshlig'i, kasbiy tarjimon Wang Lingping nurg'un hujjatlarni Xitoy tilidan inglizchaga tarjima qilishga yordam bergan. 8 turli xaridor chaqirish hujjatining ko'pinchisi Atalmış Şinjan hukumati va har qaysi yerlik partiyalar bilan munosabatli bo'lib, necha yuz ming Amerika dollari xarjlab, Xitoy Kompartiyasiga qarshi fikrlarni yo'qotib, rayondagi inoqlikning tashviqotini qilgan. Avstraliya pul muomala obzorida mukofotga erishgan xaridorlar bilan munosabatli nurg'unlagan kishilarning birliksab qatorliq Xitoy Kompartiyasi siyosiy organlari bilan quyuq munosabati bor deyildi. Bundan ilgari, ya'ni 12 oyning 2 kuni Forbes jurnali Xitoy Kompartiyasining tashviqot quroli boshqaradigan TikTok hisobotining millionlagan agashkuchilarining Amerika siyosatini tanqid qiladigan ko'z qarashlarni to'plaganligini bildirgan. Amerika Kengash palata a'zolari TikTokni hukumat jihozidan chiqarishni talab qildi. Wisconsin siyosati to'rining 6 dekabr kunidagi xabarida aytilishicha, parlament a'zosi Brian Steele, Avom palata a'zosi Mike Gallagher, Kengash palata a'zosi Ron Johnson va Avom palata a'zosi Glenn Grotman, Skid Finnegan va Tom Tiffany bilan birlikda Wisconsin valisiga xat avatib, TikTokni hukumat jihozidan va shaxsiy jihozidan chiqarishni talab qildi. Shundaqla TikTok aniqla davlat bexatarligiga tahdid. Wisconsinning hukumat sonliq ma'lumotlari va shaxsiy uchurlarini qo'g'dash uchun TikTokni hukumat uskunalarida ishlatmasligimiz lozim. Avom palata a'zosi Gallagherning bu tirishchanlikni ko'rsatib, yetakchilik qilganligiga rahmat dedi. Qisman parlament a'zolari, biz sizni TikTokni Wisconsin hukumat uskunalaridan cheklash, TikTokni o'z uskunalaringizdan chiqarib o'tish orqali ulgu bo'lishingizni talab qilamiz. TikTok Amerika fuqarolarini kuzatadigan, Xitoy Kompartiyasi tashviqotini ilgari suradigan va Xitoy Kompartiyasining amerikaliklarning xabarlari va mazmunini tekshirishiga, shundaqla kontrol qilishiga yo'l qo'ygan yomon g'arazlik Xitoy Kompartiyasi josuslik detali. Amerika parlamenti va Bayden hukumatining bir qancha amaldori TikTokga bo'lgan andishini bayon qilib, uni cheklashni talab qildi. Bu andishlar federativ saviyada umumlashmadi. Bu Wisconsin hukumati va Wisconsinliklarga ta'sir ko'rsatdi. Vali bo'lish sifatingiz bilan bu appni davlat hukumat uskunalaridan cheklashingiz kerak deb yozdi. Mazkur oq qog'oz harakatini maydonga keltirgan yoki o't pilchisi bo'lgan omil Xitoy xalqi o'zlari e'tirof qilayotgandek, Atalmış Şinjandagi yo'qimni nolga tushirishda ilib berilgan qattiq qo'l siyosat natijasida maydonga kelgan o't kuyish voqeasi. Shundaqla Atalmış Şinjanda yuz bergan fojialarning o'zlarining beshiga kelish andisi ekanligi ma'lum. Aslida hokimiyatning diktatorcha siyosatlariga portlash harpisida turgan Xitoy xalqi kalaning beshiga kelgan kunning muzayning beshiga keladiganligi tamsili bo'yicha qaradi va fuqarolarning hayot mamoti bilan hisoblashib o'tirmaydigan zolim siyosatga qarshi isyon harakati qo'zg'adi. Ya'ni bu harakatning o't pilchisi bizning nazarimizda Sharq Turkistondagi qatliamning vahshiylashishi bo'lsa, mazkur Xitoy xalqi nazarida Atalmış Şinjandan iborat Xitoyning bir o'lkasida yuz bergan jinoyatga qarshi to'g'on selish. Bu o'tning chashrab mamlakat miqyosiga tutishidan andish qilish tusida o'tirg'a chiqdi. Demak, ularning hissashligimi Xitoyning bir o'lkasiga, ya'ni ularning nazaridagi Atalmış Şinjanga, Atalmış Şinjandagi Xitoylarni o'z ichiga olgan Xitoy fuqarolariga qarata bo'lyotdi. Hargizmi Xitoyni o'z ichiga olmaydigan Sharq Turkiston xalqini emas. Shundaq ekan, fashist siyosatni to'xtatish yoki yumishtish bilan yoki tuzitish bilan tugaydigan vaqtliq bir harakatga Sharq Turkistonliklarning tang oq qog'oz ko'tarib chiqishi ularning milliy irodasini emas, balki Xitoy xalqining mazkur isyondagi muddaosini qo'llash bo'lib qoladi.
Şuna bu yerdə xarakter cəhətdən aq qağaz götürgən Xitay xalqı irqi qırğınçılıqni emas, özüge oxşaş Cunhua farzandi, Cumhuriyet fuqarası deyilayotgan xalqning jon va mol bexatarligiga qilinayotgan jinoyatga, diktatorlikqa qarshi chiqyotidi. Undaqda milliy iroda nuqtasidan aq qağaz harakatiga bayroqliq yoki bayroqsiz ovoz qo'yishning qaysi biri qilinsa o'xshash. Xitay xalqining hokimiyatga qarshi isyonga, zalim siyosatiga qarshi chiqish harakatiga fuqarolar sepida turib moslashib bo'lishdan halqib ketolmaydi. O'rtada mustaqillik da'vosi bor holatda Sharq Turkiston va Sharq Turkistonliklarning ovozining bundaq isyondan shu peti o'rin olishi siyosiy mavqe nuqtasidan paradoksdir. Diktator hokimiyat bilan chiqisholmaydigan qandaqdir o'tning chashrab o'zining beshiga keladiganlik shapsini olganda to'yiq siyqirab atalmish shinjonliklarni deb qo'zg'algan vijdonli Xitoy xalqi bilan vaqti kelsa purchiqi tang pishalaydigan mo'min fuqaro bo'lalaydiganlik hissiyotini ifodalab qo'yishdan saqlanolmaydi. Buning bilan hayajonga tayinib ovoz qo'shganlarning harakatimi moyatda har millatdan tashkil topgan fuqarolarning davlatga emas, balki mavjud hokimiyatning qattiq qo'l siyosatlariga qarshi norozilik harakatida bir safda bo'lganlik fotografini chiqarishdan boshqaga xizmat qilmagan bo'ladi. Bu nuqtadan mustaqillik shuariga ega Sharq Turkistonliklarning mazkur harakatga qo'llovchi siyoqida atalmish xalqning chapinida terlash siyoqida shu peti ovoz qo'shishi masalaning hal bo'lishining tub yildizi bo'lgan mustaqillikni xohlaydiganligini ifodalaydigan ish bo'lmay qoladi. Aksicha bu ish adil tuzumdagi Xitoy hokimiyatining soyasi ostida vaqti kelsa Xitoy xalqi bilan bir safda bo'lib, o'rtaq bir jumhuriyatning fuqarosi bo'lib yashay oladiganlik tutumini ifodalab qo'yishdan saqlanolmaydi. Burhan Muhammadning Oq qog'oz harakati va siyosiy xalq xaridorligi nomli maqolasidan ilindi. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögün Allah için köp rahmet. Kelar qitimqi programımız görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.